kerak. Qanaqa g'amimiz bo'lsa ham, chunki Hasan al-Basri rahmatullohi alayhining oldilariga odamlar turli tashvishlar bilan keldi. Kimdir bola ko'rmayapman deb keldi, kimdir qurg'oqchilik, kimdir bundoq. Hammalariga bir xil javob bergan ekanlar. Istig'for ayting deb. Ha azizlar, istig'for rizqimizning kalitidir. Istig'forlarning eng ulug'i, eng sayyidul istig'for Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam tomonidan bizga o'rgatilgan. Agar kim buni kunduzi aytsa, kechqurun olamdan o'tsa, kechqurun aytib kunduzi olamdan o'tsa, u albatta jannatga kiradi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam bu istig'forni bizga o'rgatganlar. U quyidagi istig'fordir. Sayyidul istig'forni sizlarga ham eslatib qo'ymoqchimanki, ko'proq aytaylik. Allohumma anta robbi la ilaha illa anta xalaqtani va ana abduka va ana ala ahdika va va'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya